Dunyoda shunday kasblardan biri bor. Ushbu kasb egasi o'ziga bildirilgan ishonch va topshirilgan ish sababli tunni kunga ulab yuboradi. Yaqinlarining bayram va tantanalarida, hatto to'ylarida ham o'ziga yuklatilgan mas'uliyat sabab ishtirok eta olmasligi mumkin. Shunday holatlar bo'lgan. Kichkina qizim 1 yosh, 1,5 yoshligigacha ham borsam yugurib kelib yopishmasdi. O'ttalik bir begona odam kelganda keladi-da, kim keldi ekan degandek qarab qaytib ketadi. Amaldagi kodekslar, qonunchilik hujjatlarini bilishdan tashqari jamiyatdagi barcha sohalarni yaxshi bilishi zarur. U fuqarolarning buzilgan huquqlari va erkinliklarini tiklab, jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlashga, xalqiga va vataniga sadoqat bilan xizmat qilishga va'da beradigan tergovchidir. Ota kasbi ortidan. Bu sohada sog'liqni saqlash tizimiga oid jinoiy ishni tergov qilishda masalaga tibbiyotchi ko'zi bilan, ta'lim sohasiga oid jinoyat materiallarida pedagog ko'zi bilan, qishloq xo'jaligi yo'nalishiga oid jinoiy materiallarda esa agronom nazari bilan qarab, o'sha ishning mazmun mohiyatigacha kirib borilmasa, ish puxta bo'lmaydi. Shu bois bu o'qib izlanishdan hech qachon to'xtamaydigan soha. Tergov sohasi bu og'ir soha. Hamma ham tergovchi bo'lavermaydi ichki ishlar idoralarida. O'ziga yarasha mas'uliyati bor, qiyinchiliklari bor. Unga chidagan insonlar, chidagan xodimlargina tergovchi bo'ladi. So'nggi yillarda mamlakatimiz tergov va sud huquq organlarida tubdan islohotlar amalga oshirilib, fuqarolarning qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qiladigan, faqat jazolash emas, xato qilganni to'g'ri yo'lga soladigan insonparvarlik mezonlariga asoslangan tizim yaratilmoqda. Tergov va surishtiruv tizimi soddalashtirilib, sohaga kirib kelayotgan zamonaviy texnologiyalar esa tergov sifati va samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi, jinoyatlarni tergov qilish bo'linmasi katta tergovchisi mayor Qahramonjon Xolmatov ham ana shu mezonlarga tayanib ish olib borayotgan, bugun ustoz darajasiga yetgan soha fidoyilaridan biri sanaladi. Ustozda shu xislatlari borki, mas'uliyat juda ham ustozda yuqorida, jonkuyarlik bilan o'zidagi bor o'sha bilimni, bor tajribani o'sha yo'nalishga tushirib maslahat beradi. Shuni iloji boricha hal qilib, oxiriga yetishga ustoz harakat qiladi har doim. Jinoyat qidiruv bo'limi bo'lsin, huquqbuzarliklar profilaktikasi yo'nalishi bo'lsin, shu yo'nalishdagi hamkasblarimiz ham keladi. Tushunmovchiliklar, nizoli holatlar, shunaqa vaziyatlarda yechim topib beradi ustoz. Insoniy jihatlari ustozimiz juda ham ko'p, juda ham odamni eshitadi, tinglaydi, iloji bo'lsa qo'ldan kelgan bor yordamni beradi ustozimiz. Qahramonjon Xolmatov O'zbekiston tumanidagi Nursuv qishlog'ida tug'ilib o'sgan. U bejizga tergovchilik kasbini tanlagan emas. U kamolga yetgan oilani tergovchilar oilasi deb ataydilar. Padar buzrukvori iste'fodagi podpolkovnik Jaloliddin Xolmatov ham 30 yilga yaqin umrini ichki ishlar organlarining tergov sohasi bilan chambarchas bog'lab, el yurt osoyishtaligini ta'minlash, jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olishda boy amaliy tajriba to'plagan. Bugun u farzandlari va nabiralari davrasida keksalik gashtini surmoqda. Universitetda o'qib yurgan paytimda yaxshi ichki ishlar idoralari sohasiga bo'lgan qiziqim sababli bitirish yilidayoq ichki ishlar vazirligining yo'llanmasi bilan Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasiga ishga keldim. 80-yilda oktyabrdan boshlab tergovchi bo'lib buyruq bilan Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limiga keldim. Ustozlar qo'lida tarbiyalandim. Og'ir paytlar edi u paytlar. Ustozlarning yordamida shu sohani o'rgandim. 28 yil shu tergov sohasida ishlab, hozir iste'foga chiqib dam olyapmiz. Qahramonjon Xolmatov ota izidan borib Toshkent davlat yuridik institutiga o'qishga kiradi. 2002-yilda o'qishni tamomlagandan so'ng bolalikdan dadasiga chin dildan havas qilgani bois huquq-tartibot organlaridan birortasiga ishga joylashish vaqti kelganda hech ikkilanmay ichki ishlar organlarini tanladi. Chunki bu ota kasb. Dadasi ularni shu kasb orqali boqib katta qilayotganini yaxshi bilardi.
ot izini to'y bosadi degandek o'g'lim meni hayotimda, ish faoliyatimda ko'rib shunga qiziqdi-da. Ota izidan bormoqchi bo'ldi. O'zini kasbini tanlash paytida aytdim, o'g'lim, bu soha og'ir. Chidab bo'lmaydi, hammaga ham nima emas deb juda ko'p marta aytdim. Lekin u o'zini bir tanlovidan qaytmadi. Shu sizni ishingizni qilaman, shu sohaga qiziqaman, shunda ketaman deb turdi. Men ham shundan keyin unga rahmat aytib oq yo'l tiladim. Xudoga shukr, haligacha qayerga borsak rahbarlardan bu to'g'risida yaxshi fikrlarni eshitaman. Shundan men xursandman, hammamiz xursandmiz. 1998-yili maktab bitirgandan keyin Toshkent davlat yuridik institutiga qabul qilindim. Davlat imtihonlaridan topshirib qabul qilingandan keyin shu 2002-yilda institut tamomladim. Shu sohaga qiziqqanim uchun dadamga kelib turib, "Dada, men tergovchi bo'laman, ichki ishlarga kiraman" dedim. Dadam boshida eski gap milisa degan gap bo'lardi. Milisani bolasi, milisa bo'ladi deb o'g'lim ishda keyin hujjatlarni topshirdim. Ichki ishlar munosabatiga qabul qilinishga ariza yozib berdim. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasini o'quv markaziga qabul qilinib, u yerda o'sha 5 oy o'qib tamomlaganimizdan keyin shu Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasiga tergovchi lavozimiga xizmatga qabul qilindim. Shu tergovchi boshida, keyin katta tergovchi bo'ldik, undan keyin bo'linma boshlig'i. Hozirda shu Qo'qon shahrida jinoyatlarni tergov qilish bo'linmasida katta tergovchi lavozimida ishlab kelyapman. Ish jarayonida mana o'zimiz dastlab kirganimizda shogird bo'lganmiz, ustozlardan o'rganganmiz, biz ham ustozlarimiz bo'lgan. Mana shu bo'limda kimdan kirib maslahat so'rasak, o'sha insonlarni ustoz sifatida qabul qilganmiz, lekin mana yillar davomida ishlab tajribamiz oshdi, yoshimiz kattalashdi. Borib o'zimiz ham kimgadir nimanidir o'rgatishni boshladik. Yosh tergovchilarimiz maslahatga kirsa, ularga maslahat berib, uning muammosini yechish uchun birga o'sha kitob varaqlar, qonunlarni, plenum qarorlari va bularni ko'rib, o'sha oxiri bitta yechim qilib o'shalarga maslahat berib, sekin-sekin shu o'zimiz ham ustozga aylanib qoldik. Turmush o'rtog'im pedagogika sohasida ishlaydi. Mana shu Qo'qon shahar 4-sonli o'rta maktabda til adabiyot fanidan dars beradi. Turmushimizdan 3 nafar farzandimiz bor. 1 o'g'il, 2 nafar qizimiz bor. Endi oila davrasida haqiqatda biz kamroq bo'lamiz, ko'proq mana shu ishxonada vaqtimiz o'tadi-da. Shunday holatlar bo'lgan. Kichkina qizim 1 yosh, 1,5 yoshligigacha ham borsam yugurib kelib yopishmasdi. O'ttali bir begona odam kelganda keladida, kim keldi ekan degandek qarab qaytib ketadi. Shu kam ko'rishganimizdan kech borganda uxlab qoladi, ertalab vaqtli chiqib ketganda payt keladi, vaqtli chiqib ketishga to'g'ri keladi. Xizmatda har xil holatlar bo'ladi. Chiqib ketganda kam ko'rishganimiz hisobiga hali begona odamdek nima bo'lib qolganda. Endi mana hozir 2 yoshga to'lib sal nimasi aqli nima bo'lib, endi dada deb yopishyapti borganda. Telefon qilishni o'rganib olgan. Xo'p, qizim boraman deyman. Kech borganda yana uxlab qolgan bo'ladi. Ota izidan borgan Qahramonjon mana 21 yildirki Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limida turli lavozimlarda halol va samarali xizmat qilib kelmoqda. U otasini tergov sohasidagi birinchi ustoz deb biladi. Shu bois haligacha ayrim jinoyatlarni tergov qilish jarayonida dadasidan maslahat so'rab turadi. Otasi esa nafaqat o'g'lidan, balki barcha yosh tergovchilardan maslahatni ayamaydi. Shogirdlarni hamisha halol, adolatli bo'lishga, xolis tergov olib borishga chaqiradi. Bugun Qahramonning o'zi ham ustoz darajasiga yetgan. Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limida o'nlab shogirdlari bor. Ulardan maslahat va tavsiyalarni ayamaydi. Bilmaganlarini o'rgatadi. Kitob bilan do'st tutinishga, tergov sohasidagi bilimlarni muntazam oshirib borishga chaqiradi. Tergovchilar oilasining zabardast vakili bo'lgan mayor Qahramonjon Xolmatovning kasbiga sadoqati, halolligi va fidoyiligi yosh xodimlar uchun chinakam ibrat maktabidir.